Salom do'stlar, bugun sizlar bilan biz qanday qilib qishloq topishni o'rganamiz. Buni hamma bilsa kerak va biz ham bilamiz. Va biz o'yinga kirdik va biz setga yozamizchi kichkina harf bo'ladi, mana keyin katta harf, ikkita o't, keyin bitta S bo'ladi. Mana S'lar va joz qilamiz. Bosamiz. O'yinga kiryapti. Yonimizda qishloq chiqadi. Bu qishloq juda ham katta bo'ladi. Biz sizlar bilan juda ham katta qishloqlarni qidiryapmiz. Yana boshqasiga kirsak, keyingisi juda ham oson. Bunisi ham o'sha bitadi. Sizlar 5 ta olasizlar, keyin 5 dan 8 plyusga o'tkazasizlar, yana 5 dan 8. 3 ta 5 dan 8 qilasizlar, keyin yana keyin S E deyasizlar. Mana S turib, yana kirasizlar va kirib olganlaridan so'ng joy chiqadi. Xuddi mana shu joydan bu yoqqa qarab yurasizlar. Mana bu yoqqa qarab yurasizlar. Juda ham katta qishloq chiqadi. Mana hamma ko'rganlaringdan juda ham katta qishloq chiqdi. Lekin bu qishloq bitta qishloq bo'lmaydi endi bu. Lekin bu yoqqa ketaveramiz. Endi bu bitta qishloq bo'lmaydi. Endi 5 dan 8 qilganimizdan keyin mana yerda sal kichikroq qishloq chiqadi. Sal bas, juda ham. Bu yoqda sal kichikroq. Sizlar bilan yana bittasiga kirsak. Va biz boshqasiga kirib ketdik-ku. Men buni qilmoqchi emas edim. Chiqamiz. Sizlarga bitta narsa, agar sizlar buni bilasizlar, bilmaysizlar, sizlar mimi deyasizlar kichkina harf bilan, keyin o'yin boshlaysizlar. Setga yozib albatta. Chiqadi bitta qishloq deyoni to'las, bu qishloq o'zi bitta qishloq. Bitta mana shu qishloq, lekin bu yerda sirli joyi bor. Siz maytga daraxtlardan kelib, maytga turgan daraxtni qaziysiz. Mana tushyapmiz. Yo'q, yana bir qo'ydim. Tushamiz, keyin bitta qamoqxona bo'ladi. Keyin qamoqxonani sizlar mana shu yerdan teshasizlar. Teshib, mana bu eshikni ochasizlar. Yo'q, bu emas ekan, men adashibman. Mana shunday tushib, bu yer kutubxona bo'ladi. Sizlar pastga tushasizlar, bu yoqqa yurasizlar. Bu yoqqa yurib, yo'qachi. Keyin bu yoqqa yo'q, adashib ketdim. Bu eshikni ochasizlar. Pastga yo'l chiqadi. Pastga yo'lga borsanglar, Ender Dragon turadi. Sizlar bemalol Dragon tuxumini yo'q, men adashib ketdim. Sekingina tushvoramiz. Deshadi-ku. Hamma bilgandek bu portal ochiladi. Mana. Biz tushib ketdik, lekin hozircha biz nima bo'lishimiz kerak? Hamma bilsa kerak, hamma bilgan o'sha 3 ta H deb yozamiz, yana bosamiz. Bizni keyingi qismimizda Minecraft haqida faktlar bo'ladi. Mana bu ham katta qishloq. Juda ham katta qishloq. Mana ko'rayotganimiz kerak, bu ham katta qishloq. Keyin bu yoqda piramida bor. Qolib piramidaning ichida esa o'zingizlar bilgan narsalar bor. Va bizni shu bilan hikoya tugadi. Men bu skinni qayerdan o'rnatdim deyman. Bular hammasi ochilgan, bilaman. Ikkitalar qulf. Men buni bu skinni mana bu skin chastotasiga bosaman va populyar skinga kirasizlar va mana shuni bosib men hozir sotgan skinlarim shu bo'ldi. Bitta qishloqqa, bitta bu bo'ldi. Va men buni sotaman va bunisiga qo'yaman. Chiqib kirganimda qishloqqa bo'lib kiraman. Lekin
bak bu qolishi kerak, shunisi bo'lsa kerak. Mayli, o'zimga shunaqani yoqardim. Bas videoni davomida buni bilib olasiz. Shu bilan videomiz tugamadi. Biz rasmchilikka o'tamiz. Mana bizning xuddi Minecraft Pocket Edition. Bu Telegramga chiqadi, ilova xuz bot desanglar, shu yerda chiqadi. Ular kanaliga obuna bo'lib, o'zingizlar topib olasizlar degan umiddaman. Va xayr, salomat bo'ling.